Aholining ichki ishlar organlari bilan bog'liq murojaatlarini bevosita o'rganish hamda ularga kerakli yechimlarni ko'rsatish maqsadida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining navbatdagi shaxsiy qabuli bo'lib o'tdi. Unda turli yo'nalishdagi masalalar bo'yicha kelgan 45 nafar fuqarolar qabul qilinib, ularning murojaatlari o'rganildi. Shundan 15 ta murojaat qabulxonaning o'zida ijobiy hal etilib, 4 nafar fuqaroga huquqiy tavsiya va yo'l yo'riqlar berildi. Qolgan murojaatlar yuzasidan qo'shimcha tekshiruv talab qilinganligi sababli ma'lum muddat belgilandi hamda nazoratga olindi. Qayd etish lozim, mazkur qabul jarayonida tergovga qadar tekshiruv, mol-mulk va pul mablag'larini undirish, ichki ishlar organi xodimining xatti-harakatlariga doir hamda boshqa ijtimoiy masalalardagi murojaatlar kelib tushdi. O'z o'rnida qabul chog'ida murojaatlari ijobiy hal etilgan fuqarolar ortiqcha vaqt, qog'ozbozlik va sansalorlikka yo'l qo'yilmay muammolari hal etilgani uchun o'z minnatdorliklarini bildirdilar. Albatta, bu kabi qabul jarayonlarida aholi murojaatlarini o'rganish va adolatli natijaning qayd etilishi davlatning o'z fuqarolari taqdiriga befarq emasligini ko'rsatib, o'zaro ishonchni mustahkamlaydi.